Ey, tortinmaylar. Nima ketsa buyurtma beringlar, habmi? Bugungi mana shu yeb ichishimizni, mana shu dasturxonimizni homiysi mahallamizni yosh tadbirkorlardan ishbilarmon yigit. Buni yop bekit buni. Gap so'z bo'lmaydimi yana rais bu? Yo'q, hech qanaqa gap so'z bo'lmaydi. Oylikgacha 3-4 so'm yordam qilib tursangiz, Agar ichidagi bitta dona dollar yirtilsa, to'lataman aytib qo'yay. Rahmat senga. To'xta. Bermaysizmi 100 dollar? Sen ertalab manikiga o'tkin berib yuboraman. Operatsiya qilamiz. O'zimizdan ulushimizni olamiz, qolganini qaytadan joyiga kelib qo'yamiz. Otasiga tortganda otasiga. Ochig'ini aytaman, o'sha payt uylanib, ahmoq bo'lgan ekan. Mahallada kam ta'minlanganlarga ajratilgan pulga oldingizmi? Hurmatli mahallamiz faollari. Bemalol yeb ichib tortinmasdan tejamkorlikni o'ylamanglar. Tortinmaylar. Nima ketsa buyurtma beringlar, habmi? Bugungi mana shu yeb ichishimizni, mana shu dasturxonimizni homiysi mahallamizni yosh tadbirkorlardan ishbilarmon yigit. Mana Kamoliddinjon. Mana shu yigit bugun homiy. Rais va hali mahalla komiteti orqasidagi 20 sotik yerini nulvoy balansga shularga berganmidingiz tekinga? Tekinmi u yer? Rais va qanaqa tekin? Tekin dunyo bor ekanmi? Menga qara. Sen bozorchimisan? Kartoshkangni sotib yurur, nima qilasan hukumatning ishlariga aralashib? Qani olinglar. Qani dasturxonga qaranglar. Qani to'g'ri. Yashang rais buva. Men seni yaxshi ko'raman. Ol. Ol, yeb ich, nima xohlasang ye, xo'pmi? Molda yeb ich bugun. Qani? Rais buva, qo'y go'shtli sho'rva degandingiz, qo'y suyakli sho'rva ekan-u. Hamma suyak ekan. Sen yoshlara zarar bilan foydani farqiga bormaysizlar. Go'shidan suyagi foydali-ku. Suyakda kalsiy bor-ku. Ota bobomiz bekarga suyak kemirmagan, tishni mustahkam qiladi, suyaklarni mustahkam qiladi. Odamning umrini uzaytiradi. Men ham uyda nuqul suyak olib kelib, suyak kamiraman men. Ovqatga suyak qo'shamiz mana. Mazada mana buni qarang. Voy jonon go'bo bo'ldi. Qarang buni. rais bu nima bo'ldi? Rais bu. Doktorga qarang, doktorga xabar bering. Doktor chaqirga. Non beramizmi? Yo'q, nima qilamiz? Boshini pastga qilib orqasi bo'lish kerak. Hozir doktor kelib hayotimni saqlab qolsa, uydagi bor pulim 50,000 dollarni berib yuboraman. Rais buva, assalomu alaykum. Borib kelgan degan joyingizga borib keldim, ishlarni qilib qo'ydim, vaqtim bo'ldi. Rais buva, endi menga ruxsat bersangiz, uyga ketguncha bir bozorga kirib o'tmoqchi edim. Uyimizda 2 kundan beri tok yo'q. Na konditsioner ishlaydi, na televizor ko'ra olamiz, na xolodilnik ishlaydi. 5-6 metr kabel olishim kerak shu tok to'lagani. Svet yo'q. Keyin rais buva oylikgacha
3-4 so'm yordam qilib tursangiz, shu kabellarni olishga degandim, rais buva. Mana qara. Oh. Senga endi 3-4 so'm yordam qila olmayman-u. Mana sim deganingga yaxshi bo'ldi. Ey, nima qilasan bu kunda issig'ida bozorga borib, avoray sarson bo'lib, sim bo'lsa men senga beraman. yo'q. Uyda ta'mirlataman deb olib qo'ygan simim bor edi. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. O'shani berib yuboraman senga. Rahmat rais buva. Mana qara. Mana qara. Rahmat. Boringizga shukr rais. Zo'r. Men shuni borib ula. Men seni yaxshi ko'raman. Rahmat rais. Bilasanku, seni hurmatingni cheki yo'q men uchun. Rahmat. Rahmat rais buva. Kimga bag'rimni bosib qo'yasiz? Rosa yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat. Xo'p rais buva, rahmat. Sog' bo'ling. Ey, yaxshi bo'ldi. Bu chirib ketgan simman nima qilsam ekan, ahlatga tashlab yuborsammikin deb turdim. Egasi topildi. Assalomu alaykum rais buva. Alisherjon, bunaqa emas-da. Men senga qancha mehr beryapman, a? Hurmatga javob shumi? Nega kechirib yuribsan? Uzr rais buva, uzr. Aslida sizga rahmat aytgani yugurib kelyapman rais buva. Nimaga? Kecha bergan kabelingiz bor-ku. Shuni uyga olib bordim. To'kka uladim. Shuni to'kda yoqishim bilan hamma joy yaltir, yultir, bir chiroyli manzara. Ey, archa bayram bo'lib ketdi rais buva. Rahmat. Yo'q. Uydagi televizor bormi? Chiroq bormi? Konditsioner bormi? Hammasi joyida kuyib qoldi rais buva. Rahmat. Keliniz. Sizga rahmat aytib yuboray rais buva. Boringizga shukr. Kelin nimaga menga rahmat deydi? Mana 24 soat televizor ko'rmasdan, chiroq o'chganda, shammi yorug'ida romantika qilib o'tirsa bo'lar ekan-ku dedi. Rahmat rais buva, rahmat. Boringizga shukr rais buva. Men shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasan. Bilasan-a, senga mehrim boshqacha. Boringizga shukr rais buva. Kel, qani. Boshini pastga urish kerak. Pastga. Rais buva. Keldingmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Ha, baraka top. Mana qara. Labay. Bo'ldi, hammasi joyida. Hal bo'ldimi bizning ish, rais buva? Meni bilasan, bir lafzli odamman-ku men. Sana mana aytganda olib keldingmi? Ha. Mana. Buni yop, bekit buni. Gap so'z bo'lmaydimi yana rais buva? Yo'q, hech qanaqa gap so'z bo'lmaydi. Menga qara, sen yana o'ylamagin rais buva shu 3-4 so'mni yoniga oladi deb. Menga buni umuman foydasi yo'q. Buni shu yerda hujjat, dokument ishlariga ishlataman. Bilasan-ku o'zing. O'zingiz tushunasiz rais baba. Rahmat. Men borman-ku uka. Senga o'zi to'g'risi xafa bo'lmaginu, so'raganlar ko'p bo'ldi bu yerda. Birortasiga berganim yo'q. Seni tog'angning hurmati bor. Tog'ang bilan men shundaymiz. Necha yillik qadrdonmiz. Tog'ang halol, pok inson. Necha yildan beri mana zamqoqim bo'lib ishlaydi. Rahmat sizga rais baba, baraka toping. Unutmayman bu yaxshiligingizni. Faqat mana o'rtada oldi berdidan tog'angning xabari bo'lmasin-a? Yo'q. Ikkamiz o'rtamiz, tamom. Yasha. Bo'ldi. Yasha, bo'ldi. Kelinda ham xabari yo'qmi? Gap so'z ko'payadi. Rais baba. Agar ana shunday bo'lsin, bilasan-ku, xotin kishi bilsa butun mahalla biladi-da. Endi uka yana bitta ish qoldi-da. Xo'p, bemalol, tayyorman. Hammasi yaxshi. Faqat ana mahallamizda bir ikkita faollar bor. Nimaga bunday bo'ldi, nimaga berildi degan ertaga g'alamislar kovla qiladi-da. Shularga bir ozgina yebichar qilib, Rais baba, shuni ham o'ylab o'tirsin, bir bo'lmasa 2 marta zo'r joyda mehmon qilaman. Yegan og'iz uyalar degan gap bor-ku. Albatta. Yashang. Mana, joyini aytasan, men faollarni olib boraman. Siz menga telefon qilib yig'ib ayting, men sizga joyini aytaman. Zo'r joy topib qo'yganman rais baba. Bo'ldi. Baraka top. Bo'ldi. O'rtada qolsin. Sog' bo'ling. Mayli. Rahmat. Aytasan-a? Ha, bo'pti. Mayli. Yaxshi bor. Hey! Mana qara. Yana tog'ang bilmasin-a? Xafa bo'ladi-da. Bo'ldi. Ishoning, rais baba.
Xafa bo'lsa mayli. Xafa qiladi. Bu yigitni bola chaqasini rizqini qirqib davlat bergan tekin yerni sotdim-a. Xudoy berdi. Xudoy berim desa hech tang emas. Jonli qilib qo'ying-a. Kimniki? 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 Tinchlikmi? Rais. Tinchlikmi, ne bo'ldi? Uyim kuydi, aman qozoq. Sho'rimga sho'rva to'kildi. Ne bo'ldi, aytsay, o't ketdimi? Qayerga yo'qotdim? Hamyonimni yo'qotib qo'ydim. Qanday edi? Qora hamyon. Mana shunday zamogli. Ichida $5000 puli bor edi. Oye, Ha? topgan odamga suyunching bormi? Bor. $100 beraman. Ona suti halol. Buni emasmi? Shu. Mana shu xuddi o'zi. Puli ham joyda. Ha? Yaxshi bo'ldi, seni uchratib qolganim omon qozoq. Rahmat senga. To'xta. Bermaysizmi $100? Hozir buni bir beradigan joyim bor edi. Kechqurun menga pul keladi. Sen ertalab menikiga o'tkin berib yuboraman. Beresine to'shdi. Beraman. Yetti azanda o'tib. Albatta o't. Esingdan chiqmasin. Men kutaman. To'g'ri uyimga borasan. Mayli. O'taymi, qaralagini. Hop, omon bo'l. Qaynab qo'y. Omon qozoq. Yaxshimisan? Borsinmi? Nima qilibsan bu yerda? O'zing aytding qo'y, ertaga azandagi $100 berem dedim qo'y. Nima dedim? Ertaga azandagi $100 berem dedim. Ertaga azonda deganman. Erta deganman, ha? Bugun deganim yo'q-a? Ha, bugun. Ertaga erta. Erta kelgin albatta beraman, xo'p? Mayli, shoshib turdim. Erten degan edi, ha? Erten kelaman unda. Aman qozoq. Bormisan? Qandaysan? Bo'ladi. Ha, bu yoqda adashib yuribsan. Erten kel deb eding. Keldim mana $100 bersi. Erta kel deganman, ha? Erten kel $100 berem deding. Bugun deganim yo'qmi? Yomon kunning farqiga bormas ekansan-da. Adashtirib yuborar ekansan-da, ha? Ertaga deganman-ku, omon qozoq. Men gapimga javob beraman. Ertaga-ki berib yuboraman o'sha $100 ni. Men ahmoq kvartirda bu bor qo'y. Ko'radi hali. Men qatiram gazman. 12dan 1 minut o'tdi. Gazman qatiram. Rais. Rais. Kim ekan bu yarım kechasi endi? Hozir omon boy. Senmiding? Ha, tinchlikmi? Yarım kechasi nima gap? $100 berse, erten kel deb edim, mine 12dan 1 minut o'tdi. Erten bo'ldi. Berse yaxshamdi.
Nechi bo'ldi? 12dan 1 minut o'tdi. Ana, 1 minut o'tgan bo'lsa ham bugun, ertaga emas-da. Bugun bo'ldi. Men senga ertaga deganman-a? Gap. Men unaqa pulga qizg'anadigan odam emasman. Gapida turadigan odamman. Bo'ldi, tamom, ertaga keyin berib yuboraman men. Bo'pti. Qozoqlar mard, tanti xalq bo'ladi-da. Omon qozoq 5000 dollarimni qaytarib berdi-ya. Men-chi, men 100 dollarga qizg'andim. Nomard. Qanaqa tomoq? Suyak. Qanaqa suyak u? Rais. To'xta, tushuntirib gap, qanaqa rais, qanaqa suyak, nima deyapsan o'zi? Rais tomog'iga suyak tiqilib qoldi. Bormasiz bo'lmaydi, doktor yuring. Bormaysiz. Bo'ldi, shunaqa demaysanmi? Doktor, bor chiq, hozir boraman. Voy. Doktor. Ha. İchimda qanaqadir bir narsa borda, shu og'riq hech qo'yvermayapti-da. Men ishni siqib ushlab turibdi-da. Yomon qiynalib ketdim. Nima bo'pti bu? Natijalar chiqibdimi? Natijalarni hammasini ko'rib chiqdik. Xo'sh. Rentgen javoblarini ham ko'rdik. Ha. Rais buva, bu ichagingizda bir qattiq jism bor. Buni operatsiya qilib olmasak bo'lmaydi. Doktor, sizga bir gap aytaman. Operatsiya shart emas. 3 kun oldin keliningiz hadeb pul so'raverganiga 10,000 dollarni o'zim yutib yuborgandim. Agar mabodo operatsiya qiladigan bo'lsangiz, sizga iltimos, ehtiyot bo'lib olasiz. Agar ichidagi bitta dona dollar yirtilsa, to'lataman aytib qo'ying. Rais buva, siz bundan hech ham xavotir olmang. Operatsiya qilamiz, o'zimizdan ulushimizni olamiz. Olgandan qaytadan joyiga qolganini tikib qo'yamiz. Unda operatsiya kerak emas ekan. 3-4 kun sabr qilib turaman, o'zi chiqib qolar. Ozgina chidab turaychi. Uy, jonim. Mumkinmi, rais buva? Gulchapchapxon, keling. Ertalabdan qovog'ingizni solib yuribsiz. Eridan kaltak yegan xotinlarga o'xshab. Tinchlikmi? Xudo asrasin unaqalardan. Ha, rais buva. Men eslatmasam siz umuman o'ylamaysiz, rais buva. Nima gap? Tushuntirib gapiring-da. 8-man ham yaqinlashib qoldi. Mahallamiz ayollariga bunday sovg'a salom bermaysizmi? Mahalla budjetida. 8-marta tazi jonimga tegdi. Uyga borsam yangam qo'ymaydi. Qaynona, qayn egachilar hammasiga sovg'a salom olib bering deb, ishga kelsam sen qo'ymaysan. Nima bersam ekan senga? Hozir. Mana mahallaning xotin qizlariga mana shuni bo'lib ber. Bu nima bu? Google. Bu nima qilaman? Soddasilarda siz ayollari. Hozirgi zamonda ayollarning qalbiga o't yoqishdan qadrliroq narsa bor ekanmi? Ham arzon, ham ramziy. Qurmusoq. Pas. Mayli. Men qarab, Gulchapchap, bir narsani senga aytaman deyman, shu mavrudi bo'lmayotgandi. Yaxshi bo'ldi kelganing. Ana kuni qizingni ko'rib qoldim.
Mahallani o'g'il bolalari bilan o'r to'polon yoqa bug'ishib, janjallashib yotibdi. Voy, shunaqangi og'zidan so'kish bir qo'pol gaplar chiqyapti. O'zim uyalib ketdim. Tarbiyani kimdan olgan bu? Og'zingdan qoning kugur. Juvarmak. Bo'yning uzilsin ilohim. O'lib ket. Otasiga tortganda otasiga. Bo'pti, men ketdim. Ko'rdik, kimga o'xshagan? G'irt o'zing-ku, shallaq. Bir ojizani bir yilda bir marta keladigan bayram bilan tabriklash o'rniga ustidan kuldim-a. Bozorboy! Ye. Hey! Ye. Rais buva sizmi? Ha, men. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Ha, qayerga ketyapsan? Uyga? O'tir. Mana. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Yangi mashina oldingizmi? Ha, qanday, ma'qulmi? Zo'r, qulli bo'lsin. Ha, qulluq. Vale, mahallada kam ta'minlanganlarga ajratilgan pulga oldingizmi? Bu nima deganing? Og'zim bor deb har narsani gapiraverasanmi? O'zimni pulimga oldim. Sen aytgandek kam ta'minlanganlarni puliga olganimda, hozir uyga emas, prokuraturaga ketayotgan bo'lardim. Bozorboy, sen to'g'ri aytgan ekansan. Haqiqatan ham bu kam ta'minlanganlarni puliga olingan mashina edi. Mana teshib chiqdi. Ha. Sho'rik domla. Ha, bu na salom bor, na alik bor. Nima arpangizni xom urdimmi? Rais buva, ko'rmaysizmi? Bilasiz, ajrashganman. Ertalab xotinim yana sudga beribdi. Ha, kallay saharlab mibga chaqirib turibdi. O'zi shundoq ham aliment to'lab turgandim. Nimamish, buni daromadi ko'p, yana qo'shimcha aliment to'lasin deyapti. Uni so'radi, buni so'radi, shu issiqda bir 2 soat ushlab o'tirdi xonasida. Miyam achib ketdi, rais buva. Ochig'ini aytaman, o'sha payt uylanib, ahmoq bo'lgan ekanim. Ey, sho'rik domla. Kim aytadi sizni o'qimishli, oliy ma'lumotli odam deb, a? O'quvchilarga aqldan dars berasiz. O'zingizda o'shandan yo'q. Ko'rmaysizmi endi rais buva? Apo'mangu, sizga bitta aqlli gap aytaman. Xo'sh, diqqat bilan eshiting. Ha, mayli. Ayolsiz erkak yasholmaydi. Aha. Erkaksiz ayol yasholmaydi. Bu ikkalasi bamisoli suv bilan baliqqa o'xshaydi. Suv bo'lmasa baliq o'lib qoladi. Baliq bo'lmasa suvga o'rdak qo'nmaydi. Rais bu nimalar deb o'zi achigan boshimni achitasa, qanaqa baliq, qanaqa suv, qanaqa o'rdak. Mana ajrashganimga 10 yil bo'ldi. Binoydek odamdek yashab kelyapman-ku. Topgan gapingizni qarang. Sho'rik domla, sveji baliq to'g'risida gapiryapman. Kapchonni haqida emas. Satqay odam ketadi. Qo'y og'zidan cho'p olmagan odamni to'g'ri yo'l ko'rsatish o'rniga kapchonni deb ustidan kuldim-a. Chaqir. Kelyapti. Kelyapti, rais bu kelyapti. Ya, nima bo'ldi? Rasma. Qani, nima bo'ldi? Qani. Ana. Mana, suyak ketib qoldi mana. Rasma. Mana shu suyakni esdalik uchun olib qo'yasiz. Rahmat. Doktorjon, rahmat. Boringizga shukr. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Men hayotimni saqlab qoldingiz. Homid,
Homi! Men shu yerdaman, shu yerda, shu yerda, shu yerda. Qani, dasturxonni boshqa yerda tuzatinglar. Shashlik. Qani, qani. Rais bu shart emas. Shart emas. Kerak emas, hech narsa kerak emas. Yo'q. Meni hozir mahallada kasallik kutib o'tiribdi. Kasallikka borishim kerak emas. Yo'q. Ketish yo'q. Sizni rozi qilaman. Ayting. Nima qilsam rozi bo'lasiz? Yo'q, men roziman. Shunda ham roziman. Mana siz mana shu mahallamizning eng sevimli raisiz. Hech narsa kerak emas. Shu odamlar sizni yaxshi ko'radi. Rais buva, endi menga ijozat bersangiz ketsam. Ya, unaqasi ketmaydi. Ertaga mahallada gap so'z tarqab ketadi. Raisning hayotini saqlab qolgan doktorga hech narsa bermay shunday chiqarib yuboribdi degan. Meni bilasizmi? Men odamlarni rozi qilib yashayman. Birovning haqqiga hech qachon xiyonat qilmaganman. Qo'li ochiq sahiylardanman-ku. Hech narsa kerak emas. Men ataganim bor. Hozir men shuni beraman, yo'q demang olasiz. Mana. Yo'q, ololmayman. Nima qilsam rozi bo'lasiz? Mayli, rais buva, qo'ymadingiz. O'sha suyat qilgan mahalladagi xayolingizda menga atalgan narsangiz bor edi-ku. O'shani yarmini bersangiz roziman. Bundan keyin suyakli go'sht yeyman. Undan ko'ra lahmli go'sht yesam shu arzon tushar ekan.